Barselona Ayntraxt uchrashuviga to'xtalib o'tamiz. Barselona 2-1 hisobida yutdi. Kundening ikkita tezkor vaqt ichida o'sha kiritgan gol evaziga va bosh bilan urgan gol evaziga. Lekin to'g'risi bu o'yinda men kutganimdan ko'ra Barselona qiynaldi. Ya'ni men Leipzigga 0-6 hisobda yutqizib kelyapti Ayntraxt va ikkita asosiy to'plar hujumchisi yo'q deb turgan joyimda Ayntraxt qiynadi-da, o'ziga yarasha asabiga tegdi Barselona. Ayntraxt lekin tashashdi-da o'sha agar joyi shunaqa aytish kerak bo'lsa, bordi hujumlarni ko'rdik. Barselonani qarshi hujumlarda Barselonada o'sha 4 ta o'yindan beri birinchi keyin remontada qilish, o'sha mavsumda 7 ta bo'lib ketibdi shunday o'yinlar, 4 ta ketma-ket. Bilmadim hozir ayni paytda endi Flick yo'q-ku, mana Araujo ketgan, o'sha nima deydi, o'ziga kelib olish uchun, dam olishga, boshqa qilishga. Inigo Martinez ketgandan keyin hech kim olinmadi. Gerard Martinni o'sha pozitsiyaga hozir nima deydi, transformatsiya qilyapti, o'ynatyapti va tabiiyki himoya ancha juda yoshda Barselonada baribir o'sha Kubarsi bo'lgani bilan bu yoqdagi hujumdagi futbolchilar ancha tajribali, ham ancha o'yinlarda ko'rdik. Chelseada bu ancha sezilib qoldi. Chelseaga qarshi o'yinda va lekin Barselonada o'sha xarakter paydo bo'ldi. Xarakter hozir aytaylik o'sha nima deydi, qo'ldan kelmaydigan narsalardan ustunlik qilyapti deb o'ylayapman. Chunki o'sha remontadalar, futbolchilarning yorqin o'yinlari, bu yoqda assist qiladigan futbolchilar, ayniqsa Rashforddan keyin o'sha juda o'xshash assist bo'ldi Yamalda ham. Va bitta hayron qoldirayotgan narsa Ferran Torres. Bir o'yinda dahshat o'ynaydi, o'sha video ko'rdim. Bir o'yinda ko'rsangiz, uni Ronaldo deysiz dedi, ya'ni Nazario fenomeno. Ikkinchi o'yinda Braithwaite'ga aylanadi deyapti-da. Shunaqa, lekin muhim o'yinlarda o'zini ko'rsatib yaxshi o'ynayapti. Mana shu stabillikni ushlab olsa, lekin adashmasam siz aytdingiz Hasan aka, o'sha nimada eng yaxshi mavsumni o'tgan mavsum o'tkazdi deb o'ylagandik, lekin bu mavsum undan ham yaxshi o'ynayapti ekan. Yarim o'sha mavsum yarmida o'tgan mavsumdan ko'proq gollar kiritishga ulguribdi. O'zi bunday olib qarasa Lewandowskidan ko'ra ko'proq menimcha endi unga tayanishni boshlasa kerak, chunki rahbariyat o'zi ham uchta hozir yo'l bor ekanda, yo Lewandowskini oxirigacha o'ynatamiz yoki Ferranni bu pozitsiyada doim o'ynaydigan qilib tayinlab, Lewandowskini rotatsiya uchun olib turamiz. O'zi Lewandowski bilan uzaytirmoqchi emas-da, qisqasi Barselona chunki eng katta maosh oladigan futbolchilardan biri u va yoshi o'tib boryapti, oldingidek realizatsiyasi pasaygan, oldingiga nisbatan ko'p jarohat olyapti. Keyin 90 daqiqada bir xil tempda o'ynab berolmayapti. Baribir ming jismoniyati bo'yicha hozir o'zi o'rnak bo'ladigan darajadagi futbolchi bo'lsa ham Lewandowski, lekin hozir baribir 37 yoshda-da, kichkina emas yoshi ham. Keyin yana bir narsani so'ramoqchi edim. Flickda mana shu kerak paytda qanaqadir o'zgarishlar qilib o'yinni yutib ketish ham ko'p kuzatilyapti. Masalan, Rashfordni tushirdi, undan oldingi o'yinlarda ham bitta o'zgarish qilib qo'yadi yoki bitta futbolchi masalan Yamalni o'nlik pozitsiyasiga o'tkazib qo'yadi, nimadir o'zgarish paydo bo'ladi-da. Har safar qanaqadir bitta kichkina detalni o'zgartirib natija qilib ketayotgandek. Endi o'zi o'ylaymanki, misol uchun Ayntraxt to'g'ri shu bitta o'yin tarixiy o'yinga aylansa bir qanaqadir iz qoldiradi-yu, lekin bugungi Ayntraxt bilan Barselonaning darajasi farqli-da. Ayntraxt misol qo'rqitish kerak emas Barselonani. Ana Ayntraxt deb qo'rqitishyapti-da, lekin aslida Barselona ancha kuchli va shuni hisobiga psixologik sal Barselonada qiyinchilik bo'ldi deb o'ylayman o'yinning boshida. Endi Ayntraxtda aksincha biz Barselonaga qarshi yaxshi o'ynashimiz kerak degan ruhiyat paydo bo'ldi. Hozirgi Barsa bilan hozirgi Ayntraxtda farqi bor. Plus Lewandowskimi mavzuyimiz? Yo'q, o'zim Flick. Endi Flickda resurslar bor hujumda, chunki misol uchun o'sha Lewandowski jarohat oldi, Rafinha uzoq muddat o'ynay olmadi, orada Yamalda ham krizis payti bu. O'sha paytlarda Flick sekin B rejalarini tuzib oldi. Rashford yoki bo'lmasa o'sha Ferran Torres, o'ngga ba'zida Fermin o'tdi. Dro Fernandes ko'rdik. Bardakji qiynaldi boshida, unaqa moslashib keta olmadi. Endi Yamalning o'rnida degan bosim bor edi. Unda Yamalning o'rnida o'ynayapsan, nima Yamal bo'lib berish kerak edi. Endi Yamal bo'lishi iloji yo'q hozirgi kunda. Shuning uchun qiynaldi, sekin o'ziga kelyapti. Barselonada hujum zo'r, shuni evaziga kambeklar qiladi. Lekin kambek qanaqa vaziyatda kerak? Gol o'tkazsaymi? Gol o'tkazib yotibdi. Chunki himoya hali ham barqarorlashgani yo'q.
Ki bu riskli futbolida ham bo'layaptimi deb o'ylayapman. Ya'ni baribir o'sha ofsayd ushlamoqchi bo'lyapti. ofsayd ushlamoqchi bo'lyapti, lekin stabil to'rtlik yo'q. Himoya to'rtligi bu murabbiylar tomonidan mavsum davomida eng kam almashtiriladigan hudud. Agar asosiy to'rtta himoyachida jarohat bo'lmasa, tegish kerak emas murabbiy. Nega? U qaysidir zaxiradagidan kuchliroq yoki kuchsizroq emas gap. Gap ularning to'rtlik sifatida bir-birini tushunib, liniyani his qilish. Hozirgi futbol texnologiyalar. Misol uchun Erling Haaland umuman ofsaydga tushmas ekan deyarli. 5%mi, 1%mi juda past. Yaqinda bir tushib qoldi, o'sha rosa shov-shuv bo'ldi. Bitta ofsaydga tushdi mavsum davomida. Nimaga? U aqlli o'yinchi. U hali qo'pol ko'ringani bilan u hammasini hisob-kitobini qiladi. U pozitsiyani to'g'ri tanlaydi. Bo'lmasa texnikasi yo'q, unaqangi talant deb bo'lmaydi, lekin hisob-kitobi bor, aqlli o'yinchi, IQsi yuqori. Va Barselonaga qarshi mana shunday IQli, aqlli jamoa shu to'rtta himoyachi bir-biri bilan bog'liqli ozgina pand bersa, ba'zida Balde qolib ketadi, ba'zida Martin, ba'zida Kunde, kim o'ynasa qaysidir biri qolib ketadi. Bu nimani anglatadi? Sinxronlik yo'q, bog'liqlik yo'q. Mana shu narsa Flickning muammosi. Bog'liqlik yo'q. To'rtta stabil, to'rtta doimiy o'ynaydigan himoya chizig'i yo'q hozir. Mana endi Kunde oldingi darajasiga qaytib oldi. Balde jarohatidan tuzaldi. Kubarsi o'zgartirib bo'lmas futbolchi. Shuni yoniga kim? Martin bo'ladimi bu? Erik Garcia bo'ladimi bu? Kim bor yana? Kristensen bo'ladi. Shunchaki bir 10 ta o'yin tegmasdan shu to'rtlikni o'ynatish kerak. Shunda Barselonani yutish juda ham qiyin.